Assalamu alaykum qarindoshlar. Hammanglar salomat yaxshi turibsizlar. Hammanglarning bu yillik ro'za aytiga muborak bo'lsin. Hammanglarningki bu oyni xushal-xuramlik, tinch, amonlik, sog' salomatchilik ichida o'tkazishinglarni tilayman. Shundaqla bu ovozimizni, tilakimizni anglashga muyassar bo'lmagan vatan ichidagi zulm ko'rayotgan, lagerlarda, turmalarda qiynalayotgan, ishkence ko'rayotgan, Xitoylarning zulmini ko'rayotgan barliq qarindoshlarimizga ham oliy salomimni yo'llayman. İnşallah en kısa vakitte şu qarindoshlarımızın hürlükке, azadlıkka çıkışını, bizlerinin en kısa vakitte şu aziz topraklarımızga, şu aziz vatanımızga qaytib, şu qarindoshlarımızla birlikte sağ salametçilik, xuşal xuramlık, hürlük, azadlık içinde nurgulluğun güzel heytlarını ötküzelişimizni tilayman. Hammanglarninki ro'za aytiga yana bir qatim tekrar mübarek bo'lsin. Hammanglar salomat bo'linglar. Allohga emanet. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.